Nuriddin Haydarov, Xudo rahmat endi dahshat masalan o'sha dun 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 deydi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan desa, "Ho, erkak kishi ashula aytibdi" deysiz-da. Shunaqa bo'lish kerak-da. U muhabbat ketadi. Ha, notaga tushadi deydi, bir ovozini eshitsangiz, mana ikkita narsani qichirlarni bir-biriga anaqa qilyaptimi deb o'ylaysiz. Ikkita temirni notaga tushadi deb maqtanadi. Ovoz bo'lmagandan keyin notaga tushadimi u? Nima? Ha, masalan o'sha Sherali Jo'rayev, Nuriddin Haydarov, notaga nima farqi bor? Dahshatdami? Yur muhabbat ketdik bu yerdan desa, va butun zal turib chiqib ketadi-da qo'shilib. Yur muhabbat deb tursa dabdalada. Yo, ani gapiga ham qo'shib aytganda uvering, biz ketsak yer kengayib qoladigan. Dahshat ashulalar. Muhammad Yusuf yozganda. Dahshatda. Bu tagida Muhammad Yusuf yozgan. Buni Sevara ham aytgan, boshqacharoq aytgan, lekin menga Nuriddin Haydarovniki endi. Bu boshqa daraja. Yur muhabbat ketdik bu yerdan.